biotexnologiya fani ustozlari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda yana bir amaliy mashg'ulot bajaramiz. Bunda gafli qog'ozlardan mana bunday chiroyli guldasta tayyorlashni o'rganamiz. Amaliy mashg'ulotimizni bajarishda bizga quyidagi mahsulotlar kerak bo'ladi. Ya'ni kley, gulimizni ustiga mana bunaqa chiroyli qilishi uchun, ko'rsatishi uchun zarchalar va gafli qog'ozlarni, ya'ni gulchalarni mana bunday qilib qirqib qo'yganmiz. Ba'zilari qaychi, lineyka, mana bunaqa yumshoq sim gulimizni qoldirishda, keyin o'chib yonadigan chiroqchalar, gafli qog'ozlar har xil ranglardan qo'yish mumkin. Keyin mana bunaqa aylana savatcha tayyorlash uchun karton va qizil duxovadan kesib olingan qulupimiz kerak bo'ladi. Amaliy mashg'ulotimizni Sayzi va Munisa ustoz bilan birgalikda bajarib ko'rsatamiz. Mana hurmatli ustozlar, guldastamizni savatchasi tayyor bo'ldi. Ana endi navbat mana bunaqa gafli qog'ozdan atir gulini yasab olamiz. Endi gul yaprog'imizni andazasini tayyorlash uchun bizga gafli qog'oz kerak bo'ladi. Gafli qog'ozimizni eni 6 cm, mana eni 6 cm, bo'yi esa 7 cm qilib qirqib olamiz. Ko'p chiqarish uchun mana bu zimasida qirqib boramiz. Qog'ozlarni tejash maqsadida. Qog'ozlarimizni birlashtirib, buklash usulidan foydalanib, birgalikda shaklini kesib olamiz. Demak, buni ana gafli qog'ozlarimiz o'zi kengayadi. Teng o'rtasidan o'rnidan kesib olib, barcha atirgulni barglarini qaytarib gul yaproqlariga o'xshab qoldi. Endi buni maxsus o'zimizning pekat nimalarimiz bor, buni shakl qilib olamiz. mana ustozlar gullarimizni
chiroyli qilib tayyorlab oldik, simlarga yelimlab. Mana bu endi savatchamizni ichini plastdan to'ldiramiz. Yelimlab, mana bu atrofiga barglarni yopishtirib chiqamiz. So'ng yopishtirib qilganimizdan so'ng bu gullarni tiqib chiqamiz birma-bir. Mana birinchi qatorni to'ldirib chiqdik. Endi ikkinchi qatorga har xil ranglardan chiroyli qilib bezab beramiz. Mana guldastamiz deyarli tayyor bo'ldi. Hozir mana o'rtasiga ko'ryapsizlar, bitta gul qilish kerak edi, uni qilmadik. Ungacha mana bu svechamizni atroflariga o'rab chiqamiz. Mana aziz ustozlar, guldastamiz tayyor bo'ldi. Svechalari ulandi, juda ham go'zal guldasta bo'ldi deb o'ylayman. Ustoz, sizga katta rahmat yordamingizz uchun. O'ylaymizki, bugungi amaliy mashg'ulotimiz ustozlarimizga samarali va foydali bo'ldi.